bekorga bundan oldingi qo'ygan shortslarimda yuragim kuyib, qattiq gapirib chiqmadimda. Chunki o'zimdan o'tdi, o'zim bildim. Og'ir sinovlar kelib qoldi. Shu sababdan aytayapman, o'xshamayaptimi, bo'lmayaptimi, shoshilmang qaror qabul qilishga. Mutaxassismisiz, nimadir qilasizmi, nimadirdan foydalanasizmi, hunaringiz bormi, kasbingiz bormi? Shuni mukammal o'rganing, insonlarga kerak bo'lingki, insonlar qidirib kelsin. Ana o'shanda sizda ham ko'changizda bayram bo'ladi, sizda ham ko'changizda hamma narsa zo'r bo'ladi. Shoshilmang faqat. Chunki hozirgi mashinistlar ko'p paytda har xil reklamalarga qarz beringlarmi, qimor o'ynanglarmi yoki mamlaqa brokerlik, bu soxta narsalarga ishonib qolib, uy-joyini, borini yo'qotib qo'yayotganlar ko'p. Shoshilmanglar, akalarim. Ozgina qoldi, sizlarda ham zo'r bo'ladi. Faqat sabr bilan o'zingizni, kasbingizni, hunaringizni mukammal oling, insonlarga kerak bo'ling, shunda zo'r bo'ladi hammasi.